Jasur aka, nima ish qilsam ham topayotgan pulimni umuman baraka nima qilishni maslahat berasiz? Yaxshi savol bo'ldi. Men yoshligimdan 3 ta narsaga amal qilib kelaman. Agar mana shu 3 ta narsaga siz ham amal qiladigan bo'lsangiz, xudo xolisa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Birinchi navbatda topgan pulingizdan 5 yoki 10% ni ehsonga ajrating. Ehsonni katta kichigi bo'lmaydi va eng asosiysi ehsonni chin qalbdan qilishga harakat qiling. Agar chin qalbdan qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz ko'rasiz barakasini. Ikkinchisi bu sizlarga yaqin, ya'ni siz o'zingizga yaqin bo'lgan insonlarga yordamlar qilish va undan tashqari qo'yniga qarash. Ota-ona bo'ladimi, qarindosh urug'lar bo'ladimi? Eng asosiysi ota-onangizni duosini olish. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ota-onangizni duosini oling, ko'karishingiz tezroq bo'ladi. Men o'zimdan keladigan primerni sizga tushuntirib berishim mumkin. Men topgan summamdan 70% ni ota-onamga, oilamga ajratganman. Har doim. Va mana shu oilangizga ajratgan summa sizga katta baraka olib beradigan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Uchinchisi, nima bo'lishidan qat'iy nazar kredit olmang. Hayotingizda muammolar bo'ladimi yoki qanaqadir tushkunlikka tushib qoladigan holatlaringiz bo'ladimi, kredit olmang. Aynan mana shu kredit olsangiz sizni jarlikka o'zingiz tashlagan hisoblanasiz. Agar barakangizni ko'tarmoqchi bo'lsangiz, mana shu 3 ta qonun-qoidaga amal qiling va har bir qilayotgan ishlaringizni eng asosiysi chin qalbingizdan qilishga harakat qiling. Agar moliyaviy menejmentni chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'ling.